shu kvadrat bo'lgani uchun bu yerda zal qismini to'solmadik. Sababi studiyni qilib, kuxnya qildik, faqat bu yerda bitta yechim qilib ketilgan. Mana bu yerga e'tibor bersangiz, kamerangizga ko'rsating, mana bu yerda 10 sm joy tashlab ketilgan. Bu razdvijnoy eshikni profili turadi. Mana bunaqasiga krugovoy aralashib aylanasiga mana bu yerdan eshik bu yoqqa yig'iladi, mana bu oynagacha. Mana shu yerdan mana shu devordan mana shugacha 60 sm dan 5 ga tushadi shu yerga. Bunday yig'ib qo'ydi. Bu yig'ib qo'yilgandan keyin mana bu yerda turgan xolodilnik bilan fasadi bir xil bo'ladi. Mana bu joyiga 10 sm tashlab shkaf ishlab olish kerak. Hozir endi xolodilnikning fasadini razmeriga chiqmagani uchun hali qilmadik. Lekin xolodilnik greta mana shu yerga chiqib ketsa, profildan mana bunaqasiga bitta shkaf ishlab olsak, mana bu oyna profilni orqali shkaf orqasida ko'rinib ketadi. Demak, shunda uy ikkiga bo'linadi. Qolgan paytda ajratib tursa bo'ladi. Tushunarli.